Gurmiti? Yigitingga 14-yanvarga nima olding? Meni yigitim yo'q. Sunnat kim bo'lmasa? Qo'shnimiz, taniyman uni. Yigitiga sovg'a olish yomon emas, 14-yanvarga hamma beradi-ku baribir. Yo'q, yomon. Bo'pti, bor. Pasudalarni yuvib qo'y. Hozir men yuvuramanmi? Mana bu nima edi? Nima edi bu? Nima edi bu? To'xta, ochamiz. Dada, nimaligini bilmaysanmi? Bu atir, bu sunnatga. Sunnatga atir? Sen atir ham olarlarmi, ahmoq? Nasga beringlar. Sen o'g'li dadamizga sovg'a olish o'rniga kim qirdagi bitta bachchaga atir olib yuribsanmi? Shuncha pulga, kallasi yo'q. Bord yo'q bu yerdan test ishlarni qil. Dadamga beraman men buni. Alo, sovg'am yoqdimi? Makarena. Mayli sevma, mayli yonma. Gurmiti! Nima bor edi ichida? Nima bor edi deyman senga? Nima ichimda? Ey, sovg'angning ichida nima bor edi? iPhone 7 Pro Max. 8-martga bunaqa sovg'a bera olmayman deb urush qilganman bilan. Opa, telefonni qaytarib berdimi? Yo'q. Ой-ой-ой, в сердце больше нету места. Ой-ой-ой, ты забыл и Ha!